meselesi emas deb ishonsang'iz, ana kelgusi nima ishlarning yuz berdiganligini qayd qila olasiz. Tasavvuringizni qayd qila olasiz, hurmatli vatandosh. Bugungi Amerika-Jungo munosabati mana shu. Endi buning yiriklik darajasini hozir yuqorida biz 4 masalaga yig'inchoqladik. Biri Yevropa, Yaponiya strategiyasi yoki kelishimi, savdo kelishimi dunyoga Jungoga nima besim olib keldi. Dünya Savdo Təşkilatı Cenvədə 11-ci günü, 7-ci ayının 11-ci günü Jungo'da bazar açılma taqaqlıq dedi. Bu Jungo'ga nima besim olib keldi? Prezident Trump 19-cu günü 500 milyard dollarlıq import qilgan tovarlarga boj qo'yman tayyorlanib bo'ldim dedi. Bu Jungo'ga nima besim olib keldi? Bugün hozir Jungo'ning o'z jamiyatida bo'layotgan siyosiy o'zgarish va Reis Xi Jinpingni elib etish bu hozir Jungo hokimiyatiga nima besim olib keldi. Mesela alaylı pul urushi boshlandi dedi. Endi Amerika Qo'shma Shtatlarining Moliya ministri bu yil 10-ayning 15-kuni bir doklad tayyorlab, bu dokladda Jungoni pulni kontrol qilg'ich davlat qatori kirgizamiz dedi. Bu Jungoga nima besim olib keldi? Anadaki qorulma xarakterlik o'zgarish sangi sizib bergan birdan bir yo'limiz. Moshu yo'lda mang'asan dedi. Bu Jungoga nima besim olib keldi? Demak, moshunchilar hozir siz biz bilib turayotgan moshunchilar ziddiyatlar yoki moshunchilar yuqori besimli xalqaro siyosat Jungoning gajgisini bosdi. Jungoning ichki hokimiyati yoki partiya ichidagi hukumat ichidagi ichki hokimiyatlar buning qizadi qanchalik bardoshlik bera oladi? Reallik qisol tashlang hurmatli vatandosh. Reallik javob berdi. Siz biz hozir buni bir nima deb hukm qila olmaymiz. Reallik javob berdi. Demak, biz mishadiya isimizda bordi, shuni deb qo'yaylik. Hurmatli prezident Trump apandi tarixning eng oxirgi qadami, eng oxirgi bir qadam. G'ayrat qiling. Prezident Trump apandi g'ayrat qiling. G'ayrat qiling, sizga Alloh kuch ato qilsin. Biz mo'shu siyosatlarni ko'rdik, uning natijasi, ya'ni Jonhua Xalq Jamhuriyati Kompartiya rahbarligidagi bu jumhuriyatning gumron bo'lishini. Hozir Xitoylar da'vat etdi, Xitoyda demokratlar da'vat etdi. Go Baosheng deganlar, Go Wingui deganlar, Sao Chang Cheng deganlar, Chimpo Kong deganlar, mushlarning hammasi dal shu nuqtada so'zlayotdi. Biz ham shu nuqtada so'zlayotimiz. Qizil imperiya Rossiyada ayni vaqtda yemirildi. Qizil mustamlikchi imperiya Osiyoda ham yemirilishi kerak. Hurmatli prezident Trump apandi tarixdan bak uzundan mengib kelayotgan tarixning eng oxirgi qadam. Osiyoda kommunizmni bartaraf qilish eng oxirgi bir qadam. Sizga umid bog'laymiz. Sizga omad tilaymiz. Sağlamlık dileymiz. Sizge kuş dileymiz. Hürmetli prezident efendi en ahirki bir kadem.